erkak kishi ishtiyog'i bor, lekin tura olmaydi va yoki ichkariga ham kira olmaydi. Bugun kichik bir sirni aytib beraman. Buni yodda chin saqlang. Mayli siz 65 yosh bilasiz va yoki 70 yoshlar bilasiz. Bu sirni yodingizda chin saqlash qilasiz. Bu retseptni hech kim aytishni xohlamaydi va yoki ko'p pullar xarjlash orqali ham sotib ola olmaysiz. Men faqat o'zimga eng yaqin bo'lgan insonlarimga buni yubiraman. Agar siz ham bu yerga kelgan bo'lsangiz, menga like bosib saqlash qilasiz. Men o'zim sizga eng yaxshi bo'lgan usullarni aytib beraman. Bugun sizga 3 urug' kuchaytirish retseptini beraman. Bu jigarni zaiflashini asliga qaytaradi, qon tomirini ochilishini ilgari suradi, badanga quvvat to'liqlaydi. Bu jigar siqilishlari va buyrakni zaiflashlarini yaxshilaydi. Undan sirot bosh og'rish, bosh qayish, ertaga bosh qayish va jigardagi quvvat yetishmas ahvollarini juda yaxshi qiladi. Qon aylanishini yaxshi qilib, badanning metabolizmini yaxshilaydi. Siz ham esladingizmi?